Assalomu alaykum, meni hurmatli kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Mana uyimni ishga turka bo'lgan holatini ko'rsataman endi. Haligi kuni pataloy bo'ldi. Mana endi ishga turkalarim bugun bitdi. Endiga navbat polga. Haligi sizlar aytdinglar, pataloyni birinchi qoqmasdan ishga turka qilib olsin. Pataloy yomon bo'lib ketadi dedinglar. Nima qana qilib qilishgan, xullas pataloyga tegmabdi. Salafan palafan ham bermadim. Keyin mana uyim holati. Mana kirish eshigim. Keyin mana uyda ichki holati. Pataloylarga tegmabdi yaxshi. Lekin mana ishga turka qiladigan ustalarga tan berdim. G'ishlar notekisligini bildirmasdan ishga turkani rosa ham tekis chiroyli qilib qilishibdi. Mana kecha kunga qo'ygan videoyimda ko'proq qimillab ketgan ekan, yaxshi olinmagan ekan. Shunaqa. Yo bismillah. Hammaga xayrli kech. O'zinglar ehtiyot qilinglar.